Assalomu alaykum do'stlar. Mana biz navbatdagi obyektimizga keldik. Hozir sizlarga bitta narsani ko'rsatmoqchiman. Bu quyosh panellari. Ko'pchilik polikristal deb aytadigan panellar bor. Bu eski texnologiyada chiqqan, effektivness juda past. Yana bir narsani ko'rsatmoqchiman. Mana ko'rinib turgan bo'lsa, panellarda simlarida yongan, ya'ni zamikani bo'lganda erigan, mana ko'rinib turgan bo'lsa. Bu panellar qo'yilganiga ko'p bo'lmagan. Buni qo'yilganiga 2024-yilda boshida qo'yilgan. Hozir bu ishlamay turibdi. Ya'ni ishlamayapti. Chunki bu muammolar juda ko'p. Mana orqalarida ham nolari. Predahranitelari bor, o'zini kuygan, mana erigan. Bu suv nasosga yordamchi sifatida qo'yilgan, lekin ko'p ishlamagan. Sababi shu texnik muammolar. Ya'ni sifatsiz panel desak ham bo'ladi, ammo buni ishlamay turibdi. Yana bitta narsani ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p. Joylashuv panellarida bu yerda 20 kilovatga yaqin panel bor. Bir qiziq tarafini ko'rsatayim sizlarga. Xo'p, mana bu himoya avtomatlari deymiz, bu zashtasi. Quyosh paneli. Xo'sh. Qo'yilgan predahranitellar, uzib, bu DC avtomat 4 talik 4 polisli. Xo'p. Ha. Yana bir narsasi bor. Keyin simlarni uzib tashlagan. Bu maqsad, ya'ni maqsadsiz qo'yilganday bo'lib turibdi. Shit yig'ilgan, lekin simlari uzilgan turibdi. Shitini ko'rsatdim, inverterni o'zini ko'rsataman. Eng kulgilisi zazimleni qilganda konteynerga ulab qo'ygan. Dahshatlisi. Yerga qo'yishdi o'rniga korpusda boshqa korpus ulab qo'ygan. Inverter ishlamayapti, ishlamayapti. Mana silovoy kabelda ham sachda yo'q, bu yerda ham. Xo'sh, yana nimani ko'rsatmoqchi edim? Bu kabellar himoya avtomatsiz turibdi, promoy panelning hech qanday zashtalarsiz turibdi. Promoy kabelni o'zi inverterga borgan. Yoqda zashtalar qo'yilgan, bular behuda, simlar osilib yotibdi. Ichidan kelgan simlar hammasi uzilgan. Nimaga unaqa qilingan? To'g'risi tushunmadim.